ayollari, hurlar. Mo'minning jannatdagi ayoli, agar xotin dunyoda mo'mina bo'lib yashagan bo'lsa, bu ayol erini rozi qilib, eri ham Allohni rozi qilib jannatga kirgan bo'lsa, mana shu ayoli bilan jannatda ham birga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannat ayollari va hur ayollarning sifatlarida ular hayz va nifosdan pokiza bo'ladilar. Hayz nifos bo'lmaydi ularda. Agar mo'mina jannati bo'lgan bo'lsa, uni jamoli shunday bir chiroyli bo'ladiki, payg'ambarimiz aytadilar, agar jannat ahlidan bo'lgan bir ayol bu dunyo osmoniga chiqarilsa, uni chiroyidan dunyo yorishib ketadi. Uni hididan dunyoni xushbo'y hid tutadi va boshidagi ro'moli, qarang, ro'moli bo'lar ekan. Buxoriydan bu hadis. Boshidagi ro'moli dunyodagi hamma narsadan ko'ra afzalroq. Bitta ro'moli